Sergeli tumanida noqonuniy qurol saqlash va sotish holatiga chek qo'yildi. Navbatchilik qismi ko'rsatuvidagi ilk reportaj shu haqda. Tezkor ma'lumotlarga asosan Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy qurol saqlash va savdosi bilan bog'liq holat fosh etildi. Olib borilgan tezkor tadbir davomida fuqarolardan birining xonadonida pnevmatik qurol topildi. Sergeli tumani hududida noqonuniy qurol sotishi va saqlashga doir ma'lumot kelib tushganligi va ularni tekshirish maqsadida ko'zdan kechirganimizda bir necha fuqarolar tomonidan qonunga xilof ravishda qurollarni birin-ketin 4 nafar fuqaro o'rtasida oldi-berdi bo'lib sotilganligi hamda 4-shaxsning yashash xonadonini tintuv o'tkazilgan jarayonida uyda muomilasi cheklangan, saqlash uchun tegishli hujjatlarsiz qurol saqlayotganligi ma'lum bo'ldi va hujjatlar rasmiylashtirildi. Qurol egalari uni hech qanday ruxsatnomasiz saqlab kelgan. Vaholanki pnevmatik qurollar ham qurol to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga binoan fuqaroviy qurol tasnifga kiritilgan bo'lib, uni saqlash uchun tegishli ruxsatnoma talab qilinadi. Mendan ham oldin oldi-sotdi qilingan ekan. Qurol olish, qurol sotish ham mumkin emasligini bilmagandim. Xavfsizman degan shundan pushaymonman. Boshqa bunaqa ish qaytarilmaydi. Kim uyda saqlayotgan bo'lsa, qurollarni olib kelib topshirish kerak. Olingan do'kondan xat hujjat bo'lmagan, ruxsatnomasi ham bo'lmagan. Keyin buni 1-2 oy ishlatdim, saqladimmi, shu bilan mahallaga, shu bolaga sotib yuborilgan. Qiziqishga oluvdim. Buni dokument bilan olib narsa qilish kerakligini men bilmagandim bu narsalarni. Bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmas ekan. Agar uylarda bo'lsa, o'z xohishingiz bilan olib kelib topshirganingiz yaxshi. Mazkur holat yuzasidan qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 220-1-moddasi bilan chora ko'rildi. Eslatib o'tamiz. Ushbu moddaga ko'ra, agar shaxs pnevmatik, signal beruvchi, tig'li sovuq, uloqtirish qurolini va o'zini o'zi himoya qilish qurolini o'z ixtiyori bilan topshirsa, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi. Hurmatli yurtdoshlar, yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qiling. Bu orqali siz nafaqat o'zingiz, balki boshqalar xavfsizligini ta'minlashga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Mavzuga doir Uchtepa tumanidagi holat yuzasidan qonuniy chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Uchtepa tumanida 2 nafar haydovchi o'rtasidagi ziddiyat aks etgan video tarqalib muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, haydovchilar o'rtasida yo'l harakatidagi kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Qizimni bog'chaga tashladim. Sekin orqaga yurib chiqaman. Bu kishi mahalla ichida ikkita bog'cha bor yo'lda bosib kelayotgan ekanlar. Men ham mashinamni chetga olib tushdim. Nima xato qilgan ekanman deb. Men orqaga yurganimda ham meni orqamdan yuriladigan yo'l bor edi. Bu inson o'tib ketsa bo'lardi. Bundan battar so'kinishlar bo'lgan, bundan battar haqoratlar. Telefonimni qo'limdan yulib olib, telefonni bermasliklar. Men ertalabdan beri titrab o'zimga kela olmayapman. Mazkur holat yuzasidan jamoat joyida uyatli so'zlar bilan so'kinib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzgan ushbu shaxsga nisbatan Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik alomatlari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda to'plangan hujjatlar belgilangan tartibda jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudiga taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan ayblangan huquqbuzarga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Men kechirim so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi bunaqa narsa. Hurmat qilib yuraman, to'g'ri. Lekin jahlli keyingi safar uyda jilovlab to'g'ri qilib, keyin ko'chaga chiqishni o'rganaman. Bunaqa narsa boshqa bo'lmaydi lekin. Men juda ham hayron qoldim. Bugun ertalab shu hodisa ro'y bergan bo'lsa, yashin tezligida huquqbuzarga chora ko'rishdi. Juda ham xursandman va menga himoya orderi ham berildi. Yo'l harakatidagi har qanday nizoni hissiyotga berilmasdan qonun va o'zaro hurmat doirasida hal etish muhim. Jamoat tartibiga rioya qilish har bir fuqaroning mas'uliyati hisoblanadi. Yurtimizda Qoradori 2026 tadbiri davom etmoqda.
Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida yashovchi Yevgeniy ismli shaxsning xonadoni xolislar bilan ko'zdan kechirildi. Natijada 2 tub giyohvandlik vositasi yetishtirilayotganligi aniqlangan. Bundan tashqari 3 dona qog'ozga o'ralgan quritilgan giyohvandlik vositalari ham topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Yetishtirilayotgan giyohvandlik vositalari uchun maxsus sharoitlar yaratilib, alohida parvarishlangan. O'zbekiston Respublikasida bunday giyohvandlik vositalarini saqlash, sotish, yetishtirish qat'iyan taqiqlangan. Bunday xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlik mavjud. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qoradori 2026 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Yunusobod tumanida fuqaroni aldash yo'li bilan avtomashina olib berishni va'da qilgan Komil ismli shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Komil ismli shaxs avtosalon orqali Gentra olib berishni aytib, fuqaroning ishonchiga kirgan hamda oldindan 9500 AQSh dollar miqdoridagi pullarni olgan, biroq u o'z va'dasini bajarmagan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, pullaringizni firibgarlarga ishonib topshirmang. Yashnobod tumanida fuqaroga pul mablag'larini ko'paytirib berishni va'da qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Asilbek ismli shaxs fuqaroning ishonchiga kirib, uning pul mablag'larini ko'paytirib berishni va'da qilgan hamda 8500 AQSh dollari va 39.840.000 so'm miqdoridagi pul mablag'larini olgan, biroq u o'z va'dasini bajarmagan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, pullaringizni ko'paytirib beraman degan shaxslarga aslo ishonmang, ogoh bo'ling. Yashnobod tumanida fuqarolarga xorijga chiqish vizasini olib berishni va'da qilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Aniqlanishicha, Gulnoz ismli shaxs 8 nafar fuqaroga Schengen vizasini olib berishni va'da qilgan hamda buning evaziga 15750 AQSh dollar miqdoridagi pul mablag'larini olgan, biroq u o'z va'dasida turmagan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, firibgarlardan ogoh bo'ling, ular aldash qobiliyatiga ega bo'lishadi.